Assalomu alaykum. Qadrdonlar, bizlar ham futbol muxlislaridan-da. Do'konchimiz, do'konda o'tirib futbol ham ko'ramiz, boramiz o'yinlarga. Samarqandda Dinamoda o'yinlarga ko'p borganmiz. Yaxshi o'yinlar, Xudoga shukr, ancha jonlangan. O'tgan yillari ham maza qilib ko'rdik. Lekin mana hozir Neftchini treneri Islom Ismoilovni ko'rdim-da. Bizlar yoshlarimizga ham qanday zo'r xizmatlar qiluvdi. Juda mehrim tushgan shu trenerga. Shu Neftchiga trener bo'lgan bir xil videolarni ko'rdim. Qariyalar uyiga borib, butun komanda bilan borib, haligi qariyalarni ko'nglini ko'tarib, xursand qilib, Neftchi olg'a deydi qariyalar, onaxonlar. Bolalar uylariga, lekin nogiron bolalar uylariga borib, shunday ular ko'nglini ko'tarib, futbolda haligisi bilan ularga shu futbolni mehri bilan isitib nima qiladi-da. Men ham shu nima demoqchiman, Samarqand Dinamo komandasidan ham shularni kutamiz-da. To'g'ri, masalan, bizga trener musulmon emasdir. Ha, mana komanda boshliqlari musulmon, yo komanda sardorlari musulmon, ana shular tashkil qilib, shu bolalar uylariga borib, haligi qariyalar uylariga borib, xursand qilib futbol kayfiyatini kirgizib, shunday bir haligi qilsak deyman-da, odam shu Neftchini haligilarga besh ketdim-da. Shuni Dinamodan kutaman-da. Shularni qilib turib, bir shu qariyalarni, shu bemorlarni, haligi nogiron bolalarni duolarini olib, nima qiling, shu Samarqand Dinamo chempion bo'lganlarni eshitaylik, ko'raylik. Do'stlar, shu Dinamo ishtirokchilariga aytayapman-da mana shuni. To'g'ri tushuningizlar, biz faqat shu kutamiz, yaxshi natijalarni. Shu natijalarga yaxshilik yetib kelyapmiz. Demak, to'liq bo'lsin, mana shu ham kerak bo'lyapti. Demak, yaxshi duolar olish ham kerak bo'lyapti Neftchiga. Dinamoga. Dinamomiz. Dinamo sardori, Dinamo boshliqlari qilishib bo'ynagi yana bir haqiqatan yaxshi o'rniga chiqib kelyapmiz. Shu birga chiqishimiz uchun boyaga haqiqatan bir yaxshi duolarni ham olaylik. Qariyalar uyiga borib, ular duolarini olib, shunday bir avtobuslar bilan borib, haligi qilib ko'tarib, bir choy tashkil qilib o'tirsangizlar juda xursand bo'ladi-da. Haligi keyin mehribonlik uylariga borib, ularni bir xursandlar qilib, xullas haligi joylarda shu katta odamlar to'planadigan joylarga borib, shunday qilib duolarni olingizlar, qani bir birinchi o'ringa chiqaylik. Samarqand Dinamo, shu bizlar ham xohlaymiz Chempionlar Ligasida bir borib arablarni o'tib kelganliklaringizni, yaponlarni o'tib kelganliklaringizni, xitoylarni o'tib kelganliklaringizni xohlaymiz-da. Samarqandlik dinamochilar kutamiz. Shuni ham qilaylik qani. Birinchi o'rin bizniki bo'ladi. Men otim Orzu, Urgutdan.